Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Baxmalning qaling'idagi sochaqli qaptonlari xo'jalik yilida bir yo'q bo'lib ketgan buruch gulli chiqib boshlabdi. Shuni sizlarga bir ko'rsatik deb o'tirmiz. Nurbek aka ochiqqani? Ochmayman, bu yoqdan tushiraman. Yana. Uzoqdan ko'rsataman mana. Razmeri 3,5 ga 5. Necha dona desangiz ham bor. Qaling'ani, yaxshi sifati. Gullari mana mayda gullar. Buruch gulli deb mana shu buruchga o'xshagan gullari bo'lgani uchun shunday deyiladi. Ana, qaling'lar yaxshi, mana chisti shersgilar. Bunlar ham to'qilsa yaxshi qaling'lar chiqqan. Qaptonda sochag'i bor, ko'jasi bor. Ko'jalarida da arabcha yozuvli. 5,5, 3,5, 3,5 marta boshqacha gullari bor. Любой razmer kerak bo'lsa aytaverasizlar. Guli qanday mana deb ko'rsatik mana. Tovar yaxshi. Bahasi 1 kvadrat metri 120 ming so'm. Naqd pul bo'lsa 100 dan beraman mana shuni. 3,5 ga 5, 3,5 ga 5,5, 3,5 ga 4,5lari bor. Gapirasizmi Nurbek aka? Assalomu alaykum. Mahli beruni, sog'liqlar yaxshimi? Ishlar bilan qalmanglar. Peshin chayga turdinglarmi? Peshin chayga qoldi. YouTube'ga tashaganda qanday mayli bo'ladi. Mana gilamlarimiz kelib turibdi, qarshi toza gilamlarimiz qo'ldan kelgancha iplaganimizcha obzor etyapmiz. Toza baxmallarimiz keldi, bular videolarini akşam qo'ydik. Bugun akşam gilam kerak bo'lsa kelaverasizlar, ben kirishtirib, zakonitib beramiz. Adresga kelsak, sentrda gipermarketning oldida ko'cha. Bolongoya Qom bozor, Birinchi bozor, qisqasi hamma vaji bo'ladigan edi u bir ko'cha. Ana shu ko'chada birinchi gilam do'kon oldi chertakli. Ko'p odam adres so'rabdi-da, adreslarni nelarda aytdik biz bahasini da. Bir dona videoni ko'radilardan kommentariy yozadi. Buni onday, buni bunday deb. Telefon nomerlarimiz 93lik 170 necheydi? 172 24 96. Zo'r yetib kelaversin ha. Charchagandan mana telefon nomerlari ham yoddan chiqib ketdi. Like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar, tanishlarga tarqatib. Gazini bossan, gazini. Yana. Kelaverasizlar, gilam kerak bo'lsa, любой razmer topiladi. Shu giperning yoniga kelib turib, shu 2496 ga nomerni yozib ketsangiz, shu yerdan o'zingiz kutib olasiz. Mana gilamning zo'rlari mana. O'z turishidan ma'lum mana boshqacha to'g'lanadigan xiyli bu. Hamma sochaqli ko'jali gilamlar. Orqasida 4 metrliklar ham bor. Mana eldin xatar bular 3,5 bo'lib. Orqasidagilar 4lik. Baxmallar soni cheklanganmi? Baxmallar qalin baxmallar. Original narsa bular. Mana qo'yanning dersinde meyin. Original baxmallar bular. Sanoqligana keldi, 11 shtuk bor. 3,5 ga 5 ta mana 3 shtuk bor. Qag'ani bu yoqda 7 shtuk, meden 8 shtuk, 3,5 ga 4 ta. Sanoqligana bu. Zakasno keldi Samarqanddan. Mida high-tech metrajlar ham bor mana high-tech izlaganlar uchun. Neobishni. Mana fosforli xili, mana sintetik aralashgan xili. Yana 3,5 4 metrliklarda bor. Kelaversa, ana gilam kerak bo'lsa, zakaz etasizlar, любой razmerni topib beramiz. Bu yoqda palas desanglar, palaslar ham bor aytgancha. Yana bir video chiqadi hozir, bir gilam to'shatib qo'yadigan 3,5 xonasini. Mana mas tashiymiz. Kvadrati 26 ming so'mdan bor, 3 xilo bor. Ko'gi, qizili, yemine kalishninisi mana. 26 ming so'mdan. O o'zimizning bunun chiziqli bilan qizil palaslar bor. Hech kimda yo'q narsa. 30 ming so'mdan, 32 deb 37 turibmiz. Qizili ko'gi bor buni. Yevropa palaslarimiz bor mana. Yevropa palaslar 45 ming so'mdan. Mana bu yoqda bor mana, ko'rma eldine niye qo'yibdilar? Tovarga beri yaqinda. Ko'p narsa taxlanmayapti. Joylashtira olmayapmiz.
Kilometre. Kim bana arkası rezinkeli Europe alasımız var mı? 50 ming so'm vardı. Kaydın qarab beramiz kvadratı mı? Resmi gilemning o'zi bu. 1 milyonga 4'ke 5 deyip. Videolarımızı ko'rib batırgan bolsanglar bularning obzorini chiqarganmiz. Arkası rezinkeli Europe alasımız var. Resmi gilemning o'zi sel taqirroq bo'ladi da gilemga qaraganda. Yani. Bular 4'ke 5. Başka razmerler ham xudo xolasa keladi. Tün ömrü biri metrajı yüzatkança mana metrajlar ham var yo'laklarga. Mana yo'laklik metrajlar 70 ming, 65 ming shunday bo'lib turibdi. Bu yoqda da bor mana. Bularning 120 variantlari ham bor. Qalinlari. Bu yuqaraq baxmazlarda. Mana Turkmen bechadan mana hech modadan qolmaydigan razmer. Gilem. Birligi bor, 1.20ligi bor, 1.5, 2lik, 2.5lik, 3, 3.5, 4 metrliklarda var, kattalarda var. Klientler için şunu 1.30 nam tavdık da zakaz ettirip 1.30 nam tavdık. 2.70 ham var. Xudo xolasa. Sel gülü başqacharoq bıraktı. Selgene fark ete başlayı razniца ham etmeydi onunla. 1.30'lık ham aldırdık emellep. Zootqa zakaz etip ya 4 metrlikti ortasından kestirip 2.70'ke 1.30 etip aldırdık. Köp adam yani ne standart ekende 1.30 köp sorap tuttular şuna. 1.30 sorağanlarga taşak koyasınlar 2.70. Oldu gazını basa verin. Like bassın, подписка bassın he. Kommentariya yazsın. Arzan ya qimmat deb. Kelaverasizlar. Hammaga rahmat. Bu yoqda da gilemlar bor aqnacha. Qurib bizlar hamma shu bir yerda tushirasizlar deydi. Bu endi sal keyinroq yerimiz bo'lgani uchun shu yerda tushiramiz mana. Ulug'li gilamlar 4 metrlik gilamlar shu yerda turgan aslida shu yerda tushiramiz. Esma beri xonamiz ham bor mana. Eshikdan kiraverish. Yani. Metrajlarning ham tur-turi bor. Palas deyishlarmi, gilam deyishlarmi? Mana. Mana turganlar, mana shularning bari 2 metrliklar mana. 2 metr. Balandliklari 80 santimetrlik. Pastdagilar mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu yerdan bir 10. Balandligida 5 var. 15 tane 80 santilik bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 8, bu 9. 9 xil 2 metrlik bor. Endi mana 1.20, 1.30, 1.25 deganlar bular. Buning turidan ko'p lekin. Mana sanab o'tirmayman, o'zingiz ko'raverasizlar. Mana bunday ko'rsating. Ana shu turganlar 1.20, 1.25, 1.30. Pes xatar. Mana turganlar 1 metrliklar mana. 5-6 xil bu yog'inda. 5-6 xil bu yog'inda mana. Mana devor 1.5.